Endigi qiladigan ishimiz mana modellashtirishni boshlaymiz. Modellashtirishimiz uchun chizib olgan andozamizni ustiga kalka qog'ozni bostirib andoza ko'chirib olamiz. Kalka qog'ozda ishlash biroz nozikroq, yuqa bo'lganligi uchun aylanib buralib ketishligi ko'p bo'ladi, lekin andoza ko'chirish uchun juda ham qulay. Har bitta chiziqlarimizni ko'chirib olamiz. Har bitta chizig'imizni o'ziday qilib ko'chirib, chizib, qirqib olamiz. Mana kalka qog'ozimizda andozamizni bostirib, hamma chiziqlarini bostirib, qirqib tayyorlab oldik. Bizda ikki nusxada andoza qirqib oldik. Nimagaki bizda ko'ylakni asosiy qismi uchun andoza kerak va ustidagi fartuq qismi uchun ham andozamiz kerak bo'ladi. Hozir bularni har ikkalasini ham modellashtirib tayyorlab olamiz. Mana hozir birinchi ko'ylagimizni asosiy qismidan modellashtirishni boshlaymiz. Bu uchun biz nima qilamiz? Yelka kengligimizni biz 14,5 cm qilib o'lchab olgan edik. Mana o'rtadan yelka kengligigacha mana 14,5 cm o'lchovda andozamizni tayyorladik. Endi bunda mana bu yelka qismidan 2,5 cm ichkariga kiramiz. Mana yelka qismimizdan 2,5 cm ichkariga qarab kirdik. Mana nuqta qo'yib olamiz. Endi qilishimiz kerak bo'ladigan ish mana bel nuqtamizni topib olamiz. Bel nuqtamizni topishimiz uchun mana bu yerda yelka kengligidan 2 cm ayirganimizda bizda qoldi 12 cm. Mana shu 12 cm dan yana 2,5 xohishga qarab ayirib mana bu chiziqni chiqarib olishimiz kerak biz mana bunday holatda qiyalatib asosiy qismimizni chizig'i qanchalik tushishi kerak bo'lsa, o'shancha qilib chiqarib olamiz. Hozir biz 12 dan mana bu chiqqan 12 dan mana nuqta qo'yganimizda 12 chiqdi. 12 dan yana 2 ayiramiz, 10 chiqadi bizda. Xohishga ko'ra bunda 3 ayirishimiz ham mumkin. 9 chiqadi yoki 2,5, 3,5 gacha ayirishimiz mumkin. Chunki 4 уже 5 ayirsak, mana bu qismimiz juda ham ingichkalashib ketadi va fasonimiz o'zgarib ketadi. Hozir bizning fasonimiz uchun keraklisi mana 3 ayiramiz va 9 cm ni qo'yib olamiz. Mana 9 cm nuqtamizni qo'yib oldik va mana bu nuqtamiz 2,5 ayirib ichkariga kirdik, nuqta qo'ydik va chiqqan son 12 dan yana 3 ni ayirib 9 cm qo'yib nuqta qo'yib oldik. Mana endi qiladigan ishimiz bu nuqtalarimizni tutashtirib shakl berib olamiz. Mana oldi qismimizni modellashtirib oldik. Endi orqa qismiga o'tamiz. Orqa qismida yelka qismidan boshlaymiz. Orqada ham xuddi oldida olganimizdek mana 2,5 olgan bo'lsak, orqada ham xuddi shunday 2,5 ni qo'yib belgilab olamiz. Nuqta bilan belgilab olamiz. Endi shu yerda e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Orqa qismi oldiga nisbatan farqli bo'ladi. Bir xilda chiqmaydi. Orqa qismi oldiga nisbatan ozroq kichikroq bo'ladi. Masalan, mana oldi qismida 9 cm qo'yib chizib birlashtirgan bo'lsak, orqada 1 cm ayirib
8 santimetr qilamiz shuni. 8 santimetr qilib qo'yib olamiz. Mana orqa qismimiz oldi qismiga qaraganda biroz ichkariga kirgan bo'ladi. Endi mana bu yelka nuqtasi bilan bel nuqtasini tutashtirib olamiz. Tutashtirib chizib olamiz. Mana orqa qismimiz oldi qismiga qaraganda biroz torayibroq keldi. Mana chizib tutashtirib oldik. Endi yeng qismimizni modellashtirib olishimiz kerak. Buning uchun mana bu bo'laklarimizni qirqib olmasimizdan oldin yeng qismimizni modellashtirib chizib olishimiz kerak bo'ladi. Bu uchun biz nima qilamiz? Mana hozir asos qismimizni mana bu qirqib olib tashlaymiz degan joyimizni qo'shimcha qog'ozga qilaylab olishimiz kerak bo'ladi. Old qismini mana oldi qismini tekis qilib mana bir tekis holatda yopishtirib olishimiz kerak bo'ladi. Mana yopishtirib oldik. Endigi qiladigan ishimiz mana bu yeng modellashtirishimizda ham xuddi mana asosda kirganimizdek 2,5 santimetr kirib nuqta qo'yib olamiz. Mana bu bizda birinchi nuqta bo'ladi. Birinchi nuqtamizni topib oldik. Mana endi mana bu yelka chizig'iga tekis holatda lineykamizni qo'yib, tekis holatda sindirmasdan mana yelka chizig'iga mos holatda tekislab taxminiy uzun chiziq chizib olamiz. Mana chizib oldik. Endi mana bu birinchi nuqtamizdan boshlab yeng uzunligimizni razmerini qo'yishimiz kerak. Yeng uzunligimiz bizda bu razmerda yeng uzunligi 24 santimetr. 24 santimetrni mana bu birinchi nuqtamizdan pastga qaratib 24 santimetrni belgilab olamiz. Mana 24 mana shu yerga keldi. Endi bu yerda savol tug'ilishi tabiiy. Mana bu yerda 2,5 santimetr ichkariga kirdik. Ichkariga kirgan holatda 24 santimetr qo'ydik. Bunday holatda yengimiz kichrayib, o'lchangan razmerga nisbatan kichrayib qolmaydimi degan savol tug'ilishi tabiiy. Bunda yengimiz kichraymaydi, chunki nimagaki yengimizning shakli mana biroz yelkaga qarab kirgan va yelka qismi ko'tarilib fonarik yeng modellashtiryapmiz hozir. Va bunda o'lcham olayotganimizda mana hozir tirsak aylanasini qo'yamiz. Tirsak aylanasini bu yerga qo'yganimizdan keyin tirsak aylanasiga rezinka tikib olganimizdan keyin yeng qismi tepaga biroz ko'tariladi va tepasi ishib fonarik yeng hosil bo'lishi kerak bizda. Shuning uchun o'lcham olayotganimizda mijozimizni tirsak qismidan 4-5 santimetr pastga qo'yib o'lchaymiz. O'shanday holatda mana men olganimda hozir 4-5 santimetr tirsak qismidan pastga tushirib o'lchaganimda 24 santimetr bo'lgan. O'shani qo'yyapman. Bu bizda mana yeng qismimizga, tirsak qismimizga rezinka qo'yib tepaga ko'targanimizda tepasi fonarik bo'lib ishganida yeng o'sha bizga kerakli o'lchamda hosil bo'ladi. Mana 24 santimetrni qo'yib oldik. Bu bizda ikkinchi nuqta bo'ladi. Ikkinchi nuqta. Endi ikkinchi nuqtadan pastga qarab tirsak aylanamizni o'lchamini qo'yamiz. Tirsak aylanasi bizda 20 santimetr. 20 santimetr. Tirsak aylanani 2 ga bo'lamiz. 20 ni 2 ga bo'lamiz. Demak,
10 santimetr. 10 santimetrni biz ikkinchi nuqtamizdan pastga qaratib qo'yib olamiz. Mana 10. Mana. Bu bizda 3-nuqta bo'ladi. Mana 3-nuqtamizni ham topib oldik. Endigi qiladigan ishimiz mana bu yog'ini tutashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Bunda lekalniy lineykadan foydalanamiz. Lekalniy lineykani eng chiroyli yotib chiqqan tomonini ovalniy holatda joylashtiramiz. Bunda biz mana bu nuqtadan boshlab tutashtiramiz. E'tibor beramiz, mana qarang. Mana modellashtirib olganimizda mana to'g'ri chiziq hosil qilib olgandik. Hozir bu yog'ini qirqib olamiz. Bu yer bizda asos old qismi bo'ladi. Bu yer bizda yeng qismiga o'tib ketadi. Shuning uchun mana bu chizgan chizig'imiz nuqtasidan boshlab olib kelib yengga tutashtiramiz chiroyli holatda. Mana. Mana nuqtalarimizni lekalniy lineykani eng yotiq chiroyli tomonidan tutashtirib olamiz. Mana bizda yeng qismimiz hosil bo'ldi. Mana bu asos qismi, old asos qismi, mana bu qism yeng qismi hisoblanadi. Endi buni bemalol qirqib ajratib olsak bo'ladi. Mana yeng qismimizni ajratib qirqib oldik. Endi yeng qismini modellashtirishga o'tamiz. Buning uchun birinchi qiladigan ishimiz yengimizni mana bu qismini o'lchovini olamiz. Necha santimetr ekanligini o'lchab olamiz. Mana bizda 24,5 santimetr chiqdi. Endi 24,5 santimetrni bo'lib chiqishimiz kerak bo'ladi. Men hozir bu yerda 3 santimetrdan qilib bo'lib chiqaman. 3 santimetrdan qo'yib chiqaman. Mana 3 6 9 12 15 18 21 va 24,5 oxirgisi. Mana nuqtalar qo'yib chiqdim. Mana. Endi bu tomonini bo'lib chiqishimiz kerak bo'ladi. Bu yog'ini o'lchaymiz. Qani necha santimetr chiqdi? Mana bizda 10 santimetr chiqdi. Endi 10 santimetrni o'rtasini topamiz. 5. Endi 5 santimetrni yana o'rtasini topamiz. 2,5 santimetrdan. Mana 2,5 7,5 bo'ladi. Endi 2,5 ni ham o'rtasini topamiz. Bizda bo'ladi 1,75 lar chiqadi taxminan. Mana. Mana bo'lib nuqtalar qo'yib oldik. Endi bu yoqdagi nuqtalar bilan bu nuqtalarni tutashtirib chiziq tortib olamiz. Mana bu nuqtamizni birlashtirganda bu yoqda ochiq joy qolyapti. Shuning uchun sal o'zgartirib mana
ochiq joy qoldirmasdan teparoqdan chizamiz. Bu hech narsa qilmaydi. Endi shu joyda yana bir narsaga ahamiyat berishimiz kerak. Bizda bichilayotganda matomizga tanda ipiga to'g'rilab bichiladi. O'sha tanda ipni hozir biz andozamizda topib olishimiz kerak bo'ladi. Uni qanday topamiz? Mana bu yerda hozir mana qiyalatib, modellashtirib oldik. Mana bu qismini asosdan biroz qismini yengga birlashtirib, qiyalatib oldik. Endi buni matoda mana bunday holatda yoki bunday holatda qo'yib bichishimiz noto'g'ri bo'ladi. Shuning uchun tanda ipni topib olishimiz uchun mana to'g'ri chiziq tortib olamiz. Mana to'g'ri chiziq tortib oldik. Modellashtirayotganimizda ham hozir jarayonda ko'rsatib o'taman. Mana shu chiziqqa tekislagan holatda yopishtirib chiqamiz. Har birini bo'laklarga ajratib olamiz hozir. Mana undan keyin tekis qilib joylashtirib, yopishtirib, orasini ochib, yopishtirib chiqishimiz kerak bo'ladi. Hozir bo'laklarga bo'lib, orasini ochib yopishtirganimizda chalkashib ketmasligi uchun raqamlar bilan tartiblab olamiz. Mana birinchi bo'lak, ikkinchi bo'lak, uchinchi bo'lak, to'rtinchi, beshinchi, oltinchi, yettinchi va sakkizinchi bo'laklarga bo'lib ajratib olamiz. Endi qirqib bo'laklarga bo'lganimizda bular chalkashib ketmasligi uchun shunday qilamiz. Mana har birini bo'laklarga ajratib qirqib oldik yeng qismimizni. Endi kattaroq qog'ozga 5 sm oralig'ida 5 sm qilib uzun to'g'ri chiziq chizib oldim mana. Endi boyagi tanda ip deb chizgan chizig'imiz bor edi, mana yeng qismida tanda ip deb to'g'ri chiziq chizdik-ku. O'sha chiziqni mana bu to'g'ri chiziqqa moslab mana bu holatda yopishtiramiz. Mana bunday qilib yopishtirmaymiz-da andozamizni. Mana bu holatda o'sha chiziq bo'ylab yopishtirib chiqamiz. Mana hozir ko'rsataman sizlarga. Mana birinchi bo'lakni yopishtiramiz. Mana bu to'g'ri chiziqqa boyagi tanda ip deb chizib olgan chizig'imizni to'g'ri qilib, tekis qilib yopishtirib oldik. Mana bu holatda bo'ladi. Endi har birini orasini 3 sm dan ochib yopishtirib chiqamiz. Har birini orasi 3 sm bo'lishi kerak. Mana 3 sm joy qoldirib, ikkinchi bo'lakni yopishtiramiz. Mana ikkinchi bo'lagimizni. Ikkinchi bo'lakni ham xuddi mana tanda ip holatida mana tekis qilib joylashtirib yopishtiramiz. Yana 3 sm joy qoldiramiz. Uchinchi bo'lagimizni olamiz. Uchinchi bo'lakni ham o'sha chiziq bo'ylab bir tekis holatda yopishtirib olamiz. Mana bu yeri bir xilda 3 sm dan joy qolishi kerak. Mana bu tomonida 3 sm dan o'zgarib ketadi, ammo bu tomoni bir xilda 3 sm bo'lib, mana bu chiziqda davom etishi kerak bo'ladi. Qolgan bo'laklarni ham xuddi shunday qilib yopishtirib chiqamiz. Mana har bitta qismini tartibi bilan yopishtirib chiqdik. Mana ko'rib turganingizdek, mana boshida mana qisqaroq yopishtirilgan,
3 santimetrdan tashlab tartib bilan yopishtirilganda mana bu yog'i oxiriga kelganda ancha o'zgarib, kengayib ketgan. Shuning uchun mana shu narsa uchun biz boya boshida tanda ip dolевой nit chizig'ini chizib olib, o'sha chiziq orqali mana terib chiqdik. Matoga to'g'ri tushishi uchun bichilganda agar tanda ipiga qarab bichilmasa, kiyim juda ham noto'g'ri chiqadi va buralib ketadi. Endi biz hozir nima qilamiz? Mana har bittasini yopishtirib bo'ldik. Endi chiziqlarni to'g'rilab chiqamiz, andozamizni. Mana bu yerga to'g'ri chiziq tortamiz. Mana to'g'ri. Mana bu qismi to'g'ri chiziladi. Mana bu yog'i mana xuddi shu tarzda qirqib olinadi. Endi faqat mana bu tomonida ozgina o'zgartirish kiritiladi. Mana bu qismi orasi ochilganligini hisobiga notekislik kelib chiqdi. Ana shuni qiyalatib, chiroyli formaga keltirib olamiz. Mana bu lineykamiz yordamida. Mana shunday holatda formaga keltirib oldik. Ozgina qiyalatib, mana shu holatda endi buni qirqib olamiz. Mana yengimizni qirqib, modellashtirib, yopishtirib, tekislab tayyorlab oldik. Mana yeng andozamiz tayyor. Endi oldi asosimizni, mana bu orqa tomonni modellashtirgan joyimizni qirqib olib tashlaymiz. Orqa tomonni ham yeng qismi mana bu bilan qo'shilishib ketadi. Orqani alohida modellashtirib o'tirmaymiz. Shuning uchun bu qismni hozir ajratib olib tashlaymiz. Bu bizga kerak bo'lmaydi. Mana orasini endi o'rtasini qirqib ajratib olsak bo'ladi. Oldi asos, orqa asos tayyor, yeng asos tayyor. Endi fartukni modellashtirishga o'tamiz. Fartukni modellashtirishimiz uchun alohida asos tayyorlab oldik. Endi qiladigan ishimiz mana ko'ylagimizni asos qismida yelkadan 2,5 cm ichkariga kirgan edik. Endi fartukda 1,5 cm ichkariga kiramiz. Chunki fartukni yengi yo'q. Ko'ylagimiz bilan ko'ylak yengini birlashtirib turgan chokini yopib turishi kerak fartugimiz. Shuning uchun 1 cm ziyodroq bo'ladi yelkasi. 1,5 cm ichkariga kiramiz. Endi etak qismida ko'ylakni asos qismida etak qismi 9 cm edi. Fartukda 2 cm qo'shib 11 cm belgilab olamiz. 2 cm qo'shsak 11 bo'ladi mana. 11 nuqta qo'yib oldik. Endi mana bu 1,5 cm ichkariga kirib qo'ygan nuqtamiz bilan bu nuqtamizni tutashtirishimiz kerak bo'ladi. Mana tutashtirganimizda mana bu proyma qismida ochiq joy hosil bo'lar ekan. Ana shu narsani biz hozir agar shu holatda kesib olsak, mana bu ikkita qism alohida bo'laklarga bo'linib qoladi va bu xato bo'ladi. Biz hozir buni qog'oz qo'shib yopishtirib olamiz mana. Yopishtirib oldik. Endi nuqtalarni birlashtirsak bo'ladi. Mana 1,5 cm ichkariga kirdik, nuqta qo'ydik.
va 11 santimetr o'rtadan, asos o'rtadan 11,5 santimetr o'lchab nuqta qo'yib oldik. Bularni hozir tutashtiramiz. Mana. Tutashtirib oldik. Endi qirqib olsak bo'ladi buni ham. Mana oldi qism fartukni modellashtirib qirqib oldik. Endi orqa qismiga o'tamiz. Orqa qismida ham yelkada xuddi oldi qismidagidek 1,5 santimetr kirib nuqta qo'yib olamiz. 1,5 santimetr ichkariga kiramiz yelka qismidan. Endi bel qismida ko'ylak asosida bel qismiga orqaga 8 santimetr o'lchaganmiz. Mana oldi o'rtadan 8 santimetr o'lchagan ekanmiz ko'ylak asosida. Endi fartukda xuddi shunday oldiga 2 santimetr qo'shdik-ku, 9 santimetr ko'ylak asosga 2 santimetr qo'shib 11 qilib oldik fartukni. Endi orqa qismini 8 santimetr ko'ylak asosni orqa qismi bo'lsa, fartukni orqa qismiga 2 santimetr qo'shib 10 qilib, 10 santimetr qilib nuqta qo'yib olamiz. Mana 10 santimetr. Endi tepadagi nuqta bilan bu 10 santimetrni birlashtirib chiziq tortib olamiz. Mana bunda ham orqasiga qog'oz yopishtirib oldim oldindan. Mana endi buni ham qirqib olamiz. Mana fartugimizni ham endi o'rtasidagi chizig'idan qirqib ajratib olsak bo'ladi. Mana andozalarimiz bizda tayyor holatga keldi. Mana bu fartuk andozasi, oldi va orqa fartuk. Mana bu ko'ylak asosi, bu oldi, mana bu orqa. Mana bu esa bizda yeng modellashtirilgan holatda. Endi bularni har birini matoga to'g'ri joylashtirib, har biriga atrofiga 1-1,5 santimetrdan chok haqlarini qoldirib bichib olamiz.